Men shu otani mehriga zorman. Onasi yo'qdan so'rasangiz aytadi, onaning qadrini aytadi. Bolasi yo'q, bolaning qadrini aytadi. Vatan yo'q, vatanning qadrini aytadi. Meni kuyinganim shu, birodar. Uyda qadri bo'lmagan, uydagilarni hurmat qilmagan odamdan tashqaridan nimani kutsa bo'ladi? Ota-onasining oldiga odam kim bo'ladi? Qallob, boyvachcha bo'lsa ham, puldor bo'lsa ham, kuchsiz bo'lsa ham, kuchli bo'lsa ham, kim bo'lsa qadri. Ota-onaning qadri qimmatga yetmasang kimsan, nimasan? Shuning uchun Alloh o'zining kalomida qayerda buyursa, menga ibodat qiling va Rasulullohga itoat qiling degandan keyin shu oyat kalima davomida ota-onangizni rizoligini qiling, ularga itoat va muruvvat qiling deb Xudo buyuryapti. Shunday ekan aziz ukalar, yor birodarlar, behuda o'tkazmang. Bugun uxlagani kirib ketdimi? Ertaman chiqadimi, chiqmaydimi Xudo bilan. Bugun ko'paga yotdi, bolam bo'pti. Ertaman bozorga chiqaman, ertaga jumamiz, o'zing va jumaga borib kelarsan der. Ayetdan qilyapti deysiz. Donam qilyapti deysiz. Ertaman tursiz yo'qda qadam topasiz. Ayting qadam topasiz. Qada bor, pishirib olasizmi, qaynatib olasizmi, yasattirib olasizmi? Qada bor. Yig'laysiz, o'zingiz mehribon qilib qo'ysiz, otam ey, onam ey deysiz. Yolg'ondan yig'lamang. Qutulganingga shukr qilyapsan, sen yig'lamayapsan. Endi ichib kelganingda, chek kelganingda, zinoq qilib qolib ketganingda so'raydiganing yo'qligidan, xursandligidan yig'layapsan. Odamlarning ko'ziga otam, onam deyapsan-u, xursandsan o'zi. Shuning uchun bularni tirikligida qilib, shukrini qilib, Xudodan so'rang, otangizdaqa ulug' yoshlik bo'ling. Xudodan so'rang, ayolingiz, qizlaringiz onangizdaqa mu'mina, omina bo'lsin, hayoli bo'lsin. Xudo taborak va taolo nafaqat bu chorvoq, balki musulmonman deb yurgan barcha erkaklarga Xudo taborak va taolo rushd hidoyatini bersin. G'urur, hamiyat ato etgan bo'lsin. Birodarlar, endi duo qilsanglar, suhbatimizni yakunini qora kamerasidan qilamiz.